kishi iymonning lazzatidan bebahra bo'lib o'tadi hayotida agar Alloh uchun birovni yaxshi ko'rmasa va Alloh uchun birovni yomon ko'rmasa. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining islomiy jamiyatlarini Alloh tarafidan ma'mur bo'lgan shu jamiyatni qurishliklarida avvalgi e'lonlari o'zlarining kichkina bir jamiyatlarining ichida Alloh uchun yaxshi ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish asosini, hammasidan ham avvalgisi, ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlik aqidasini, iymonning asosini barpo qildi. Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlik bilan jamiyat ajraldi. Ya'ni Alloh uchun yaxshi ko'rishlikning ma'nosi nima edi? Alloh uchun yaxshi ko'rishlik aqida asosida birlashlik edi. Bu iymonning avvalgi bosqichi edi. Shu bosqich bilan kishilar bo'linardi. Modomiki islomiy jamiyat, pok jamiyat, Alloh uchun yaxshi ko'rgan kishilardan tashkil topgan jamiyat bo'lmas ekan, Allohning madadi u jamiyatda bo'lmaydi. Allohning e'tiborida bu jamiyat bo'lmaydi. Demak, o'rmon qonuni hukm suradiki, kuchlisi kuchsizini yeyveradi. Xuddi yirtqichlarning kuchlisi kuchsizini yeb tamomlayotgandek. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablarni o'rtalaridagi muhabbatni qurishlikka, bu muhabbatni paydo bo'lishligini mizojiy masala demadilar. Ya'ni bu iymon masalasi dedilar. Aytdilarki, "Vallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum." Ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, jannatga iymon keltirmaguninglarcha kirmaysizlar dedilar. Ya'ni jannat iymon sifatiga ega bo'lmagan kishiga kirishlikka yo'l yo'qdir. Faqat bu yerda iymonli kishi kiradi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Iymon sifati sizlarda paydo bo'lmaydi, hatto muhabbat sifati paydo bo'l, muhabbatlashish. Ya'ni Alloh yo'lidagi muhabbatlashish paydo bo'lmaguncha sizlarda iymon paydo bo'lmaydi dedilar. Iymonga qayd qildilar va agar qilsanglar muhabbatlashadigan bir narsani sizlarga yo'llab qo'yaymi dedilar. Va javobini aytdilarki, salomni o'rtada fosh qilinglar dedi. Ya'ni salom berishlik ham emas, balki salomni fosh qilishlik. Salomni fosh qilishlik faqat bu salom berishlikni o'zi emas. Mu'minlar uchrashgan vaqtida ko'rishib, salomni o'zini birodariga salomatligini bo'lishligini e'lon qilish va Allohning rahmati bo'lishligini e'lon qilish va Allohning barakotini bo'lishligini e'lon qilish. Shun bilan uni tarafidan ham bu javobni bo'lishligi o'rtada qalbdagi bir adovatlarni yo'liga bir dalolat qiluvchi kalima bilan o'rtada muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat paydo bo'lgandan keyin iymon paydo bo'ladi. Iymon paydo bo'lgandan keyin jannatga daxil bo'lishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu muhabbatni nima asosda bo'lishligini va bu muhabbatlashish Alloh tarafidan bo'lgan ne'mat ekanligini va bu muhabbatlashish degan narsa aqida asosida bo'lgandagina ne'mat ekanligini bayon qilib, Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga va mu'minlarga "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinalloha allafa baynahum." Agar yer yuzini hammasini sarf qilganingizda o'rtalarini ulfat qila olmasdingiz dedilar. Haqiqatda to'g'ri. Agar inson o'zidagi molini hammasini sarf qilib yurib, ulfat qilib qo'lga olaman birovni desa, ulfatlik bo'lmaganligini biz ozgina qisqa hayotimizda ham ko'rib turibmiz. Birovni yordam qilishlik, boshqa taovun sifatlari albatta muhabbatga sabab bo'ladi, lekin muhabbatning markazi bo'la olmaydi. Bir joyda yashash, bitta millat bo'lish, yoinki bir o'rtadagi hadoyolarni bo'lishligi, yoinki muhtoj bo'lgan narsalarni berishlik, bu asli bu muhabbatga sabab bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan ne'mat bo'lgan. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh xitob qilyapti. Buni din dushmanlari ham eshitib olsinki, din dushmanlari Muhammad alayhisalom oldlarida yig'ilgan moliyaviy narsa bilan o'zlariga qaratgan deganlar. Agar moliyaviy narsa bilan o'ziga qaratib do'st bo'lishlik sarf bo'lganda, bu hukumatdan ilgarigi hukumat sarf qildi, tamomiy o'zini xalqiga bermasdan boshqa millatlarni qo'lga olishlik uchun ular hammasi kelajakda dushman bo'lib qoldi. Mana bu narsa mol davlat bilan insonlar o'rtasida bir komil muhabbat hosil bo'lmasligini o'zimiz ko'rib turibmiz. Mana Qur'oni Karimdagi agar yer yuzida hamma narsani sarf qilganingizda, siz bu atrofingizga yiqilgan ashablarni ulfat qila olmagan bo'ladi. Lekin Alloh islom aqidasi bilan ulfat qilib berdi.
aqida insonlarni birlashtirganda uni hech bir ajratib bo'lmaydigan bir robitaga aylanadi. Alloh subhanahu va taolo bu ne'matni ko'p joyda yod qildi. Vazkuru ni'matallohi alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allohning ne'matini yodingizga olinglar. Dushman edinglar, o'rtanglarni ulfat qilib qo'ydi Alloh taolo. Allohning ne'mati birodarlar, agar ulfatlik hosil bo'lmasa bu iqtisodiy boylik emas. Quraysh rihlatash shitoi va sayf. Bu ikkita rihlasi bor edi. Katta bir boylik bor edi. Katta daromad chiqaradi, lekin bu bilan o'rtalari ulfatamadi. Iqtisodiy tarafdan nihoyatda Quraysh katta boylikka ega edi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bularni dushman bo'lganligini zikr qilib, o'rtanglarni ulfat qildi. Allohning ne'mati bilan aka-uka do'stga aylandilar. Do'stlik haqiqiy Alloh yo'lidagi do'stlik insonni bu dunyodagina manfaati bo'lmaydi, balki oxiratda, ya'ni hech kim manfaat bera olmaydigan vaqtda oxiratda Alloh subhanahu va taoloning huzurida insonning ota-onasi, aka-ukalari, qarindoshlari unga yordam bera olmay turgan vaqtda bu Alloh yo'lida do'st bo'lganlar bir-birlariga yordam bera oladi. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Halil, qadrdon bo'lib ketgan do'stlar qiyomat kuni bir-birlariga dushman bo'lishadi, magar Alloh yo'lida do'st bo'lganlargina bundan mustasnodir. Alloh yo'lida do'st bo'lganlar shu yerda ham do'stliklari davom etadi. Demak, dunyodagi hamkasabalik, boshqa vositalar bilan bo'lgan do'stlik o'zi dunyoni oxirigacha bormaydi. Bu narsa har kim hayotining tajribasidan o'tadi. Lekin Alloh yo'lida bo'lgan do'stlik dunyoni o'zidan oxiratiki abadiy saodat kunigacha boradi. Qiyomatning eng dahshatli soatlarida ham bu do'stlik bo'ladi. Mana dunyodagi do'stliklar ba'zi nimasini misol qilsak, boshqa musibat tushgan vaqtda, oddiy musibat tushgan vaqtda tarqalib ketaveradi. Oxiratdagi musibat shunday qattiq musibatki, shu musibat tushib turgan vaqtda ham Alloh yo'lida do'st bo'lgan odamlar hali dunyodagi qiyinchilik emas, oxiratdagi misli ko'rilmagan do'stlik og'irchilikda ham bir-birlariga manfaat yetkaza oladi.